Shoshilinch tezkor xabar. Marhum prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Gulnora Karimova haqida hozirgina tezkor xabarlar tarqaldi. Nahotki bularning barchasi rost bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Gulnora Karimova ozodlikka chiqqani aytilmoqda. Manbada yozilishicha, Gulnora Islamovna Karimova bugun qamoqdan ozod qilingani haqida xabarlar tarqaldi. Ammo oradan bir necha daqiqa o'tgach, Oliy sud Gulnora Karimovani ozodlikka chiqqani haqidagi xabarlarni rad etdi. Rasmiy idora vakili birinchi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilmaganini ma'lum qildi.